Bu o'sha ko'pchilik kutgan Cherry Tiggo 8 gibrid avtomobili. Videoga like bosib qo'ysangiz, narxi bilan polniy obzor qilib beraman. Ketdi. Oldin mehmonxonada mashina obzor qilmagan edim. Bu birinchi martasi Hayat mehmonxonasidamiz. Bugun aynan shu mashinaning prezentatsiyasi bo'lib o'tdi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxini aytib o'taman. Men prosta o'zim borib, bu narxni eshitib hayron qoldim. Bu yerda o'rtada kichkina displey va katta monitor, head-up displey, cruise control, adaptivniy cruise control. Aka, sizga nima navorot kerak? Hamma navorot mana shu mashinada mujassam. Qaymoqli joyi keldi, akalar. Bu narxi bo'ladi. Buni ikkita pozitsiyasi bor. Luxury, premium. Luxury birinchi pozitsiyasi 399 million 900 ming so'm. Premium, ya'ni eng oxirgi pozitsiyasi bo'lsa 419 million 900 ming so'm. Oldingizda adashmasam 450 million narx chiqqan. Sirazi Cherry Tiggo 7 Pro ni ham narxini aytib ketaman. Buni ham 3 ta pozitsiyasi bor. Narxi bo'lsa 274 million 900 ming so'm.